Yasanet metanda yuradimi? Da, yuradi. 3 ta 30 talik qo'yib berish jarayonida ahamiyat berib qo'yasiz. QR kodli bo'lgan ballonlar ideal qilib igolnikka qo'yib beryapmiz. Faqatgina metan qo'yadigan bo'lsangiz, zapaskani unutasiz. Ya'ni 3 ta 30 talikda. 65 talik, 80 talik qo'yadigan bo'lsangiz, agarda ideal qilib uстановка qilsangiz, bemalol zapaskani chiqarib olsangiz bo'ladi, lekin bagaj qismi yo'q bo'lib qoladi. Ahamiyat berib qo'yasiz. Bu 3-chi Kia Sonet avtomobilimiz. Sizda Kia Sonet avtomobil bo'lsa, bemalol o'zimizga olib keling. Oldi jihozlarni har doim ko'rsatganmiz. Bugun shuning uchun video avlod qisqacharoq qilib beryapmiz. Ya'ni siz 3 ta 30 talik bilan 100 ming so'm pulga bu avtomobilda 350 km yurib o'tishingiz mumkin. Endilikda 220 ming, 230 ming so'm pulga propanda 500 km harakatlanishingiz mumkin. Tanlash ixtiyori sizda. Sizga sifatli holatda Kia Sonet bizga propan ham metan ham uстановка qilib beramiz. Ayniqsa Kia Sonet avtomobili bo'lsa, Kia Sonet so'zini menga Telegramda yozib qoldiring. Kia Sonetlar o'zi uchun ochgan kanalim bor. O'sha kanalimga qo'shib qo'yaman. O'shanda batafsil ma'lumot berganman. Ya'ni 47 talik propan yaxshimi yoki metan yaxshimi? To'liq ma'lumotini beramiz. Aka, biz haqiqatda aytamiz, sizga agar baribir ekonom kerak bo'lsa, baribir metan qo'yasiz. Yo'q, men komfortli yuradigan bo'lsangiz, propan qo'yishingizni tavsiya qilib qolamiz. Faqatgina o'sha gaplar to'g'ri uстановка qilsangiz, ikkalasida ham idealni yuradi. Sirdaryo metan gaz, ishonchli, sifatli xizmat 24/7. Bu videoni maksimum Kia Sonetchilarga yuborib qo'ying. Pastda raqam qoldiramiz. Lokatsiya va ma'lumot uchun like bosishni unutmang.